Assalomu alaykum. Limonariya vodiy kanali podpischiklari va limon ko'chati ishqibozlari. Mana xudo xolasa parnigimizga suv ochganmiz. Mana shunga bugun mana ko'chirganimiz yo'q qolsa har kuni zakaz chiqaryapmiz. Mana limonlarimiz gullab yotibdi, mevaga kirib qolgan mana. Mana shu limonlar xudo xolasa ertaga Qoraqalpog'istonga, keyin Farg'onaga, Buvaydaga ko'chat chiqaramiz. Ko'chatlarimiz tagiga suv ochib qo'yganmiz. Tagi qatib ketgan ekan. Xudo xolasa bugun ko'chirib bo'lmadi. Ertaga yetilib qolsa, ertaga ko'chirishni boshlaymiz. Mana shu ko'chatlarni. Xudo xolasa mana oz qoldi. Ko'chatlarimiz nechta qoldi deydi. Hech qancha qolmadi. Mana shu yerdan 150 tacha atrofida ko'chat qoldi. Bu parnigimizda 500 ta 600 ta ko'chat bor edi. Mana hozir 100 ta 150 ta ko'chat qoldi. O'shaning uchun shoshilishlaringni maslahat beraman. Mana limonlarimiz tagidan gullab chiqishni boshlagan mana. Ko'ryapsizlar? Xudo xolasa mana gullab yotibdi, mana shanalab. Bu yoqda ham, bu yoqda ham gullab yotibdi. Mana shu limonlardan kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Mana tagidan g'ujum bo'lib gullab yotibdi, mana ko'rishlari mumkin. Mana Mana shu parnigimiz oz qoldi. Shoshilinglar. Bunga suv qo'yilgan. Ularimizni mevaga yetkazamiz. Mana buni ko'chatlar ham, mana shu ko'chatlar ham gullab yotibdi. Soatlaring ko'chatlar ham, mana shular ham ko'rishingiz mumkin. Telefon ham tiniq olmaydi, o'shaning uchun sal xira chiqishi mumkin. Mana ularimiz ham gullab yotibdi. Mana shu bu yerda mana shu 100 ta 150 ta ko'chat qoldi ko'pi bilan. Shunga shoshilishlaringni maslahat beraman akalar. O'zi sezon ham o'tib qolyapti. Mana shu 20-chilargacha, 20-chilargacha ekib olishlaringni maslahat beraman. Undan keyin juda qiyin. Juda ham qiyin bo'ladi undan keyin amaliyotga ketish. Shuning uchun shoshilishlaringni maslahat beraman. Sizlarga. Mana ko'rishlar mumkin. Ko'chatlarimizda ham juda ham chiroyli. Yangi baklari tashayapti, lekin yangi bak o'shaning uchun suv qo'ydik bunga. Suv qo'ysa tanasiga ozgina suv oladi. Yangi baklari unchalik tashamaydi. Tashasa ham nima deydi? Hozir ko'chirib qo'ysangiz, hozir tashaydi, ertalabga tikka bo'lib ketadi. Mana shu ko'chatlarni mana kona bilan ko'chirib qo'yganmiz mana buni ko'chatlarni. Ichidan yoqmaydigan ko'chatlar mana. Tekda bachkana ko'chatlar chiqadi mana shu ko'chatlarni. Mana yangi baklari ham tashamagan lekin mana. Qayta ekinga tashab yuborgan ko'chatlarda unga shakl berib qayta ekin qilinadi mana shular. Tashamagan mana shu ko'chatlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shu ko'chatlar tashamagan. Bu ko'chatlarni mana 2 kunmi bo'ldi ko'chirib qo'yilganiga mana. Bu yoqda ham ko'mib qo'yilgan ko'chatlar bor mana qayta ekinga. Bular ham tashamagan hattoki. Shuning uchun akalar ishonchli, sifatli ko'chatlarga mana bu yil 4 yasharga o'tyapti. Ekaman meva olaman degan ko'chatlarga shoshilinglar mana. Mana shu ko'chatlarimiz ham patrab gullab yotibdi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Gullab yotibdi mana ko'chatlarimiz. Videoga like bosib, podpiska qilib qo'yish esdan chiqmasin kanalga akalar. Rahmat hammaga. Bizning ko'chatlar garantiyali. Mabodo agar maslahatimizni beramiz. Agar mabodo ashundan ko'klamasa, men garantiyasi bor bu ko'chatlar. Yo boshqatdan besplatniy jo'natib beriladi. Yoki sezon o'tib qolsa, ko'chatlardan ko'p 10 ming ta, 15 ming ta ko'chatimiz bor. Kuzga nomer saqlantirib qo'yilsa, olib borib ekib beriladi. Bizning ko'chatlar xudo xolasa garantiyali, uyaltirib qo'yadigan ko'chatlar emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli hid taratib yotibdi mana ko'chatlar. Gullab bu yoqda.